Tavakkal ukam sababchi bo'lib mana dunyo yuziga tarqalyotadi. O'z hojilarning qatorida ilmli, ahli sog'liq insonlarga mana shunday daim yordamimiz, foydamiz deb yuravering. Bolalaringizning oldida sog' salomat bo'ling. Umringizga, rizqingizga Alloh baraka bersin. Allohu akbar, rahmat. Bu yaxshi ejani videoga tortib qo'y. Mana eja bu erkaklar qilmagan ishni qila turgan ejamiz navqatda bu bog'larni qilib gilos o'sha yerda atayli o'zini mashinasida ham bor, taksilarda kelibdi mana. Ataylab kelsam eshikda o'tiribdi, shu buchiringdan berasin deb. Tort yoqdi bu erkaklar qilmagan ishni qilyapti. Yana aytib qo'ying elga, bir sunushingiz, ayta turgan so'zingiz bo'lsa aytib qo'yingiz. Assalomu alaykum tug'anlar, eli jurt. Alloh taolam zamonimizga tinchlik bersin. Mana hozirgi zamonimizning talabi ko'chatlarimizni yaxshilikqa, jangilikqa elashtirib, yangi sortlardan kelgan tavakkal ukam sababchi bo'lib mana dunyo yuziga tarqalyotadi. O'zbekiston, Qirg'iziston hamma ushul narsani olib ulayotadi eski navlarda. Sizlarga ham sunishtashim. Atayin mana shu yerda kutib o'tirdim. Xudo xolasa mana berdi. Alloh rozi bo'lsin. El yurtga shunday yaxshi sortlar ko'paysin. Sortingiz yaxshi bo'lsa, pulingiz ko'p bo'ladi. Elga yurtga mana chet mamlakatga tarqatganga ham oldavay yaxshi navlarda pulib ko'p pullarni olishingizga sababkor bo'lgan shunday baldarning barligiga shukr qilam. Zamonimizga tinchlik, hammangdashigida sorti navlardan foyda bo'lgan mevalarni egib yetishsizlarni xohlab ketam. Bor bo'ling tavakkal bay. Allohu akbar. Qo'llab yaxshi tilak niyatlarda klasslarni bosib qo'yinglar. Alloh rahmat. Ajana